Ukam mashinachi 15 tortdi. Ya, sen 15 dedim. Ukam 30 demadim. 2 barar tortdi. Agar sen 15 tortganingda 5% skidka bo'ladi. Juma, shanba, yakshanba kuni hamma biladi, biz minus 15% skidka bilan narx qo'yib beramiz. Ya'ni u qanaqa hisoblanadi? 15%. Bu apparatimizni MiG 500 vodяной kullerlari o'zi bilan охлаждениялы apparat deyiladi. MiG 500. Alyumin nержавейка bemalol maza qilib varid qilasiz. 15% skidka qanaqa bo'ladi? Bu apparatimiz narxi 33.600 ming so'm, 33.600 ming so'm. Ayiramiz 15%. Ya'ni 28 million 560 ming bo'lyapti. Agar sen aytgan metrimni to'g'ri topganingda yana 5% qo'shilardi. 33.600 dan ayiramiz 20%. 26 million 900 ming so'm bo'lyapti. Ko'rganingizdek, juma, shanba, yakshanba kuni skidka bor. Yo'q, u kuni pul olmaysanlarmi? Yo'q. Biz xalq uchun ishlaymiz o'sha kuni. Sizlar ishonaveringlar. Bunaqa narxlar faqatgina Toshkent shahar Jomiy bozor Toyotashga 16. Esda qoldimi? Ya'ni Qo'yliq 7-qator 20-do'kon. Hamma do'konimizda amal qiladi bu narsa. Kelasizlar, ko'rasizlar. Zapchastlarga ham 15% skidkada olib ketaverasizlar.